Mehmonlar bugungi ihtifolimizga xush kelibsizlar. Albatta suhbatlarimni boshini bir parcha she'r Hazrati Bobirdan boshlayman. Aytadi u ulug' zot, yod etmasmish kishini g'urbatda kishi, shod etmasmish ko'ngilni mehnatda kishi. Ko'nglim bu g'ariblikda shod o'lmadi ah, g'urbatda sevinmas emish albatta kishi. Ulug' Tengri Taolo oti bilan Turkiston birligi anjumanning rahbari hay'ati, mushovir va nazoratchilar a'zolari, qo'mita mas'ullari, hurmatli yosh ulug'lar, qadrli mehmonlar, opa-singillar. Sizlarning ijozalaringiz bilan hurmatli mehmonlar, bizning bugungi ihtifolimizga xush kelibsizlar. Albatta bugungi ihtifolimiz yangi 1404-hijriy shamsiy yil Navruz bayrami va Ramazon hayit bayramining birga tajlil qilishdan iborat bo'lib, u ham muhojirat o'lkasida, o'lkamizdan tashqarida, ya'ni Olmonda hayot kechirib turgan xalqimiz uchun muhim bir ahamiyatga ega deb bilamiz. O'shandayki bilasizlar, Navruz bayramining nishonlanishi qadimiy va xalqaro quvonch sifatida ajoyib bayramdir. Bu bayram tabiatning tiklanishi va bahor faslining kelishuvi bilan bog'liqdir. Navruzning tarixiy asoslari qadimgi Eron markazi, O'rta Osiyo, O'zbekiston, Turkmaniston, Qozog'iston, Qirg'iziston hamda Tojikiston, Turkiya Jamhuriyati va hatto Hindistonda ham muhim bir tarixga egadir. O'zbek xalqlarining madaniyatida ham Navruz murakkab va qadimiy an'analarga ega bo'lib, u barcha o'zbeklar uchun muhim tarixiy bayram hisoblanadi. Navruzning nishonlanishi bahorning birinchi kunida tabiatning tiklanishi, yashilligi va yangi hayotning rivojlanishidir. Bu kunni xalqimiz xursandlik va baxt saodat bilan nishonlaydilar. Bu kunda oilalarda dasturxonlar yozilib, do'stlarnikiga borib, birgalikda dam oladilar. Navruz kunida o'zbeklar samanak, pishiriqlar, g'o'lim oba va boshqa maxsus an'anaviy taomlar tayyorlab, mehmonlarni kutib oladilar. Hurmatli qarindoshlar va opa-singillar, Ramazon oyi muhabbat va sabrning oyidir. Har yil Ramazon oyi musulmonlar uchun muqaddas va ahamiyatli bir oy bo'lib, bu kelishligini har birimiz uchun Allohga yaqinlanish, sabr va toza niyat bilan Tengri Taoloning amrini bajarish vaqtidir. Ramazon insonlar nafsini tozalash, jismoniy va ma'naviy rivojlantirish mo'jiza oyidir. Ramazon oyida musulmonlar ro'zador bo'lib, tanda nafslarini poklash, savob olib, gunohlardan yuraklarining sof qilish maqsadida Yaratganga duo va iltijo qilib, muhtoj insonlarga sadaqa berish va yaxshi amallarni amalga oshirib, bu oyning asl maqsadi insonlarning ko'nglini olishlarda mehr va muhabbat va tinchlikni yuqoriga qo'yish, bir-birimizga yordam qilishdir. Ramazonning boshqa muhim maqsadidan ham insonlar orasida birlik, birlashishni kuchli qilish, muhtojlarga yordam berish, muhabbat va qadr-qiymatni kuchaytirishdir. Ramazon oyi ro'za tutish bilan chegaralanmagan. Har insonning ma'naviy va axloqiy kelishtirmoq uchun ham katta bir ta'siri bor. Bu oyda biz shaxsiy va jamiyatdagi munosabatlarni kuchaytirib, do'stlarimiz va qarindoshlarimiz bilan yana ham yaqinlashib, Allohning rahmat va mag'firatiga yaqinlanish uchun bu vaqtdan to'g'ri foyda olishimiz kerak. Bu oyning oxir bo'lishi bilan Ramazon hayit bayrami kelib, dunyo musulmonlari hamda Afg'oniston xalqlari, xususan o'zbek va turkman xalqlari uchun
katta bir ahamiyatga ega bo'lib, bayram kunlari xonadonlarga dasturxonlar yozilib, turli mevalar, an'anaviy taomlar bilan bezatilib, yaqin do'stlar va qarindoshlarnikiga hayitni qutlab borish bizning xalqimizning qadim zamonlardan hozirga qadar muhim rusum va odatlaridan bo'lib qolgan. Siz hurmatli mehmonlarga yana bir bor Ramazon hayit bayramlaringizni Turkiston birligi anjumani rahbariy hay'at tarafidan chin ko'ngildan muborakbod aytamiz. Har doim lablaringizda kulgu, mehr va muhabbat, dasturxonlaringizga fayz va barakat, ishlaringizga omadlar tilab qolamiz. Sog' va amon bo'linglar. Tavajjuhlaringiz uchun katta rahmat. Har ro'zlaringiz Navruz, Navruzlaringiz esa Piruz.